Vitaminlari ichida saqlanib qoladigan shunaqa mazali suvlikkina dimlama taomini endi bonkada, duxovkada tayyorlab ko'ramiz. Endi har doim dimlamani bonkada tayyorlasam kerak, sababi mazasi og'zimda qoldi. Xohishga ko'ra mol go'shti, qo'y go'shtini katta-katta qilib to'g'rab olamiz va tuz, ziravorlar, yog' solib aralashtirib qo'yamiz. Muzlatgichdagi bor sabzavotlarni olib to'g'rab olamiz. Kartoshka, piyoz, sabzi, ikki xil rangli bolgarskiy, pomidor va chesnoklardan foydalandim. To'g'rab olingan mahsulotlarni va go'shtni birin-ketin bonkaga solib chiqamiz. Birinchi go'sht, ketidan kartoshka, sabzi, bolgarskiy, pomidor, chesnok qilib ketma-ketlikda bonkaga joylab chiqamiz. Go'shtga tuz va ziravorlar qo'shilgani uchun sabzavotlarga ham o'tadi deb boshqa tuz solmadim. Birin-ketin hamma sabzavotlarni bonkaga joylab chiqilgandan so'ng ustiga sariyog' bo'laklarini solib chiqasiz. Bonkada tayyorlangan taomlar juda ham mazali bo'ladi. Duxovkada va suvda qaynatib tayyorlab ko'ring. Birin-ketin sabzavotlarni joylab chiqqach, ustini 2 qavatli folga bilan yaxshilab yopib chiqamizda 180 gradus soatga pishirishga qo'yamiz. Shunaqa suvli, mazali taom tayyor bo'ldi. 1 gram ham suv qo'shmagandim. Mahsulotlarni o'zini suv ichdi. Retsep yoqqan bo'lsa like bosib, yaqinlaringizga